Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: kim mo'min kishini ozorlanishi uchun yarim og'iz hissa qo'shsa, qiyomat kuni uni yuziga Allohning rahmatidan umidi yo'q deb yozib qo'yiladi. Hech qachon mo'min kishini zarariga guvoh bermaylar. Mo'min kishini ozorlanishi uchun sabab bo'lmaylar. Bu g'irt harom amal. Hech qachon bo'sh kelmang aziz bolalarim, ertangi kun kelajak sizniki. Hech qachon bo'sh kelmang aziz bolalarim, ertangi kun kelajak sizniki. Fuqarolarni adolat izlab prezident devoniga borishga majbur qilasizlar. Bilib qo'yinglar, endi prezident nomiga yozilgan har bir murojaat belgilangan tartibda sinchiklab, atroflicha, qonuniy asosda o'rganib chiqiladi. Alloh bandasini imtihon qilar ekan va aytar ekanki, seni shunday bir imtihon qilamanki, juda qiynalasan, xafa bo'lasan, hayoting ostin-ustun bo'lib ketadi. Ammo isyon qilma. Qara, shu imtihondan o't, senga shunaqa bir jannat beramanki, hammasini unutasan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli tong. Bugun 9-aprel 2025-yil. Soat 06:03. Sizlarga ijodiy ishimdan bitta she'r aytib bermoqchiman. Mening umrim bekorga o'tmaydi, ishon. Alloh menga madadkor, so'zimga ishon. Bu dunyoga bekorga kelmadim bugun. Xizmatim bor vatan uchun. Allohga ishon. Siz vatandoshlarimga chin dildan ushbu she'rimni yetkazmoqdaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambar Efendimiz sallallohu alayhi vasallam nima buyurganini bilasizlarmi? Sen sabrli bo'l, albatta davron qaytadi. Sizga qilingan nohaqliklarni Alloh ko'radi. Albatta ularning ham navbati keladi. Quyosh Allohga yetar ekanda, bo'ldi chiqmayman ertaga der ekan. Nimaga desa, shularga nur sochamanmi der ekan. Bittasi aldab, bittasi afiris. Alloh yetar ekanda, men ichida yaxshilari ham bor der ekan. Yaxshilarni izlab charchadim deydi-yu. O'rinda bir she'riy satrlaringizni keltiraman, ruxsat bersangiz. Ko'zlarimdan oqqan yosh daryolarni to'ldirar. Ayriliq chuqur yara asta sekin o'ldirar. Dushman bilan yuzma-yuz janggohdagi loydaman. Izlab kelsang sen meni, tashlab ketgan joydaman. To'g'ri gapirgan odam hech kimga yoqmaydi. Lekin chiroyli rol o'ynagan odam hammaga yoqadi. Bu dunyo chiroyli rol o'ynaganniki ekan o'rtoqlar. Jaloliddin Rumiydan bir go'zal hikoyat bor. Gul suvga oshiq bo'ldi. Suvga seni sevaman deb aytdi. Suv esa men ham seni sevaman dedi. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin gul takror suvga aytdi. Seni sevaman. Suv ham men ham seni sevaman dedi. Vaqt o'tib gul kasal bo'lib so'lib qoldi. Suv bu holni ko'rib chidolmasdan tabib chaqirdi. Tabib gulni yaxshilab tekshirgandan keyin gulga umidsiz boqdi. Suv esa xavotirlandi. Gulga nima bo'lgan ekan deb so'radi. Tabib esa hech narsa, faqatgina suvsiz qolibdi dedi. Bundan shu narsa tushuniladiki, ishq faqatgina seni sevaman deb aytishlikdan iborat emas. Ishq senga har narsasini bera olishiga ishonganing
bir insonni sevishlikdir. Meni sindirishga harakat qilishdi, lekin bilishmaydiki, men sinishlardan oyoqqa turgan bo'laman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kun, hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Men sizga fuqarongiz bo'lib, vatandoshingiz bo'lib, YouTube orqali og'zaki murojaatimni yetkazmoqdaman. Konstitutsiyamizning 40 va 34 moddalari asosida va boshqa moddalari bundan mustasno emas. Ya'ni 60, 23, 2 moddalari bundan mustasno emas. Fuqaro bo'lib, juda ko'p tegishli joylarga murojaat qildim, hatto sizga ham murojaat qildim. Birontangizdan adolatli javob xati ola olmayapman 2016-yildan beri. Sizni prezidentlik vaqtingiz boshlangan kundan beri. Hozir oxir oqibat mana meni arizalarimga hatto 10 nolli ishonch telefoni orqali ham, prezident virtual qabulxonasining ishonch telefoni orqali ham murojaatlarimga javob xati kelmay qo'ydi. Men hamma vaziyatni ko'rib tajubdaman. Mana inson huquqlari, hurmati, murojaati, sog'lig'i qanchalik ahamiyatsiz darajada va ularning menga nisbatan qilayotgan bepisandlik, qasddan faoliyatlari. Asli ular bizga xizmat qilish kerak emasmi? Sizning so'zlaringiz havoda qoldimi? Uchib ketdimi havoga? Qani vijdon, mehr-oqibat, qani adolat, haqiqat? Ular meni odam o'rni ko'rmayapti, tegishlilar. Men shunda ham umidim uzmasdan murojaat qilib, ularni hurmat qilish bilan murojaatlarimni davom ettirib kelmoqdaman. Aynan 2013-yili 17-19 avgustdan boshlangan tuhmat va bo'xton, yolg'onlari va hujjatlarni shunday hujjatlar bilan, so'zlar bilan to'ldirib, ularni ishlatishlari. Aslida jinoyat qilib, jinoyatni yashirish ham jinoyat emasmi 2 baravariga? Yo'q, bizda amaldorlar himoya qilinishi kerak va ularning ichki buyruqlari asosiy qonunimiz, konstitutsiyamiz, qomusimizning tegishli moddalariga qarshi yaratilgan va boshqa vaziyatlar bundan mustasno emas. Ularni eshitsam juda ko'p vaqtni talab etadi. Men mana shu ilk tuhmat menga nisbatan boshlangan sana 17-19 avgust 8-oy 2013-yili boshlangan kundan beri men oxir-oqibat 4-aprel 4-oy 2014-yili tuhmat bilan amnistiyaga ilinib, jinoyatchi tarzda sudlandim. Endi e'tibor bering-da. Men tuhmat bilan kurashib, haqiqatni aytib murojaat qilsam-u, endi hozir tegishli amaldorlar, tegishli xodimlar, tegishli shifokorlar kirdikorlarni va bir-birlarini jinoyatlarni yashirish bilan shug'ullanib, jinoyat qilmoqda. Endi o'ylab ko'ring-da, bularning bunday faoliyati kimga kerak? Biz fuqarolarga umuman kerak emas bunaqa amaldorlar. Umuman bular daji Allohga ham kerak emas asli. Lekin bularning xizmat faoliyati, burchlari mana shundan iborat bo'lib kelmoqda. Qani ularning vatanga, xalqqa, qonunga bo'lgan hurmati va sadoqati? Yo'q, umuman hozir hammaligi shunday kurashyaptiki, qanchalar to'g'ri maqsadda bor haqiqatni ko'rsatsam, diktafon zapslarim bilan, arizalarim bilan, adolatsiz javob xatlari bilan va javob xatsiz qolgan arizalarim bilan shunchalik ko'rsatsam, baribir hammasi to'g'ri hal qilinmasdan, kimni ustidan yozsam, shikoyat qilsam, aynan uning o'zini qo'liga yuboryapti. Ya'ni e'tibor bering, mantiqiy darajasini keltirib chiqaraman, aytaman, o'g'rining ustidan shikoyat qilsam, jinoyatchining ustidan va jinoyatchining qo'liga xatimni tegishli boshqarmalarga yetkazib bermoqda. Bu odam ustidan kulish yoki maynavozchilik, qonunlarni oyoq osti qilish emasmi? Bizni bayrog'imizni mana shunday ko'tarib yurtdim bular. Qani bularning vatanga, xalqqa, qonunga to'g'ri maqsadda xizmat qilishlari? Yo'q, umuman hammasi bir-birlarini kirdikorlarini yashirib, shunday faoliyat bilan o'zlaricha vatanga xizmat qilmoqda. Juda ham taajjubdaman va noroziman. Bu dunyo bu ishlarini hech qachon to'g'ri qabul qilmayman. Qanchalar o'zlarini himoya qilishga shunchalik kirishgan bo'lsa-da, mani jinoyatchi deb amnistiya keltirib va ruhiy kasal deb. Bilasizmi nima? Hammasi yaxshi, o'tib ketadi deysiz, ammo
Aslida yaxshi degan so'z ham ba'zan yurakni aldash uchun ishlatiladi. Chunki odamlarga bir zamonlar kelurki, shunda bir to'pgina qo'y o'zini egasi uchun Marvonning uyidan yaxshi bo'ladi. Marvon degani Madinaning hokimi. Madina Munawvaraning hokimining oti Marvon ibn Hakam bo'ladi. Endi uni qasri bo'lganda o'sha vaqtdagi eng yaxshi turar joy shuniki bo'lgan. Bir zamonlar kelib, vaqtlar o'zgarib, sharoitlar o'zgaradiki, birov qo'yini olib toqqa chiqib ketib yotsa, qasrda yotgandan afzal holatga kelib qoladi. Chunki shahar qishloqlarda gunoh ko'payib, fitna ko'zilib, u yerda yurgan odam fitnaga uchramasdan qolmaydigan holat bo'ladida, o'zini bilgan odamlar 5-6 qo'yni olib toqqa chiqib ketadigan zamon keladi. Ana qo'yni jannatdagi mana shunda. Jannat hayvonot ekanligi. Baraka qo'yida ekanligi mana shundan. Mana buyuk sahobiy Abu Hurayra radhiyallohu anhu mana shuni bayon qilgan ekanlar. Gul deb tikan tutqazganlarim, yuragimni tilgan odamlar, odam taftin odam olar deb meni ado qilgan odamlar, arzimas bir chaqaga sotgan, tirnoqlari ko'ksimga botgan, yuragimni kemirib yotgan meni ado qilgan odamlar. Armonlarim qo'ltiqlab o'tdim, orzularim qon bilan yutdim, nega sizdan oqibat kutdim meni ado qilgan odamlar. Hech qachon bo'sh kelmang, aziz bolalarim. Ertangi kun, kelajak sizniki. Jahlni jilovlash nimaligini bilish kerak. Bu o'ta ketgan vahshiylikka borish, bu uni rahbarni qaysidir yo'llar bilan amalga o'tirib qolgan deb o'ylayman. Nimaga desa, qanday bo'lgan sharoitda ham ichki ishlar idorasi xodimi o'zini ushlashni bilish kerak. Biz masalan bunaqa o'zidan ketib qolgan rahbarlarni aslo kechirmaymiz. Har bir bo'lgan yig'ilishda vazirlik rahbariyati, viloyat ichki ishlar boshqarmasining boshliqlari shu narsani talab qiladi. U jahlingga erk berma, jahlingni jilovla. Odamlarning oldini eshit yaxshilab. Qo'lingni ko'tarsang, boshqa narsa qilsang, bizga jahl qilib o'zini osib qo'yganlar ham bo'lgan. Shuning uchun asosiy anaqa yigitlar, qizlarimiz eshitinglar. Insonlarga nisbatan mehr, muhabbat degan narsa hammasi mamlakamizda bo'lishi shart. Siz bilan biz faqat qamal uchun yaratilmaganmiz. Tarbiyalash masalasida insonlarga g'amxo'rlik qilish, ularga yordam berish uchun ichki ishlar idoralari xodimlari bor. Shu narsa hech qachon esimizdan chiqmasin. Lekin inson bo'lmaydiganni, odam bo'lmaydiganni yarasha qonun bo'yicha jazosini berishimiz shart. Shuning uchun bizda har xil odamlar ham bo'lgan. Hozir ham uchrab turadi bitta yarimta. Hurmatli O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich, sizga jiddiy savolim bor. Qonunlar nima uchun va kim uchun qay darajada yaratilgan? Amaldorlar uchun xizmat qilish kerakmi? Kirdikorlarni jinoyatlarni yashirish uchun yo fuqarolarni himoya qilish uchun qonunlar yaratilganmi? Va bu oddiy savol, lekin buni tagida ko'p narsalarni tushuntirib beradigan meni javoblarim bor. Hozirgi qonunlarimizda shunday faoliyat bo'lyaptiki, qonunlarimiz amaldorlar uchun to'g'ri va noto'g'ri yo'llar bilan himoya qilish uchun foydalanib kelyapti, ular manfaatiga xizmat qilib. Lekin fuqarolarni huquqlari, hurmatlari, sog'lig'i, murojaatlariga
shunchalik qarshi bo'lyaptiki